Home Fashion do'konimizda yoz mavsumi uchun qaynoq yangilik, mana shunaqa vafelli premium kачестводagi sochiqlar keldi. Karachan firmasi va Pupilla firmasidan bo'lgan ushbu vafelli sochiqlarimiz premium sifatda 6 ta yuz va 6 ta banni sochiqdan iborat. Mana azizlar sifatini ko'rishingiz mumkin. Yuz sochiqlarimiz razmeri 50 ga 90 bo'ladi. Usti tarafi vafelli, orqa tarafi esa maxroviy bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, suvni zo'r shimadi. Banning sochig'imizni ham ochib ko'rsatib beramiz. Haqiqiy premium sifatdagi bo'lgan sochuv. Buni hozircha kamera ochib bera olmayapti. Azizlar kelib, ko'rib, ushab ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Razmerlari ham 70 ga 1.40 katta razmer bo'ladi. Ustki tarafi vafelli, orqa tarafi maxroviy. Bundan yaxshi suv shimadigan sochni topa olmaysizlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 1.100.000 so'mga 12 tasi, Pupilla firmasiniki esa 8 tasi 1.200.000 bo'lyapti. Karachan sochig'iga nisbatan qimmatroq Pupilla firmamiz, chunki gramajlari Pupilla firmamiz Karachanga nisbatan og'irroq bo'ladi va vishivkalariga ega. Mana shunaqa juda ham go'zal bo'lgan vishivkalari bor. Bemalol mana buni ham ochib ko'rsatib beramiz. Azizlar ko'rishingiz mumkin. Ochilgan modelini ko'rishingiz mumkin. Pupilla firmani bilgan biladi. Buni ortiqcha maqtash ham shart emas. Karachanga nisbatan sal gramaji og'irroq bo'ladi, lekin ishlanishi bir xil. Orqasi maxroviy, ustki tarafi esa vafelli bo'ladi. Ushbu sochiqlarimiz hozirgi kunda nalichida bor. Aziz mijozlar, ulgurib qolamiz, soni cheklangan.